Biza Yumes kompaniyasi, telefon kompaniyasidan keldi u. Bu sanatoriyani biz eshitgan edik, lekin kelmagan edik. Keldik, bu yerdagi taassurotlarimiz juda katta, juda yaxshi sanatoriya ekan. Bu yerdagi doktor shifokorlar muomalasi, hamshiralar muomalasi hammasi juda chiroyli. Licheniyalarimizga gap yo'q. Ovqatlarimiz, hamma narsa shunaqangi bir chiroyli. Men hech qaysi sanatoriyada bunaqa dam olmagan edim. Maza qilib dam olaman lekin. Allohim hammamizni ishqib shu yerdan dardimizga Alloh shifoi komil berib, shu yerdan yaxshi chiqib ketishni nasib qilsin iloyim. Iloyim mana doktorlarimiz baraka topsin. Hamma lecheniyalarni berishyapti bizga. Har xil apparatlarga tushyapti biza. Dardlarimizga shifo bersin. Rahmat deymiz bunaqa sanatoriyaga. Shu Nazarbek sanatoriyasiga hamma kelsin, dam olsin. Men oldin bu sanatoriyani uncha anaqa qilmas edim, lekin kelib o'z ko'zim bilan ko'rib, mana ishonch hosil qildim. Bu yerga har yili kelib dam olish kerak ekan. Bizaga mana Yumes kompaniyasida kasaba uyushmalaridan bizaga putyovka ajratdi. Behisob rahmat. Iloyim shunaqa putyovkalarni tez bizaga bersa, biz har doim kelib shu yerda dam olaylik.